Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Iyul oyida pul olish, pensiya yoki nafaqa to'lovida muammo chiqmasligi. Qo'shimcha yordamdan quruq qolmaslik uchun albatta ulgurib bajarish kerak bo'lgan 5 ta ish haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot hamma pensionerlarga tegishli, chunki bir dona hujjat kechiksa, bitta ariza yozilmasa yoki hisob raqam tekshirilmasa, odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday amaliy va kerakli ma'lumotlarni doim oddiy tilda tushuntirib boraman. Oldin ko'p narsalar oddiyroq ko'rinardi. Pensioner pensiyasini pochta orqali olardi. Mahalladagi xodim yoki pochta tarqatuvchi kelardi. Odam pasportini ko'rsatardi, pulini olardi. Kimdir bank kartasiga o'tkazib olardi, lekin ko'pchilik hujjatlarim joyida, pulim baribir keladi deb o'ylardi. Ammo hozir tizimlar ko'proq elektronlashyapti. Ma'lumotlar bir-biri bilan solishtirilyapti. Bank kartalari, plastik muddati, pasport ma'lumoti, yashash manzili, nogironlik guvohnomasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi. Yolg'iz pensioner maqomi kabi ma'lumotlar muntazam tekshiriladi. Eng katta o'zgarish shundaki, pul olish faqat pensiya tayinlanganining o'zi bilan tugamaydi. Pensiya davom etishi uchun ham ayrim holatlarda ma'lumotlar yangilanib turishi kerak. Masalan, bank kartaning muddati tugagan bo'lsa, pul hisobga tushmay qolishi mumkin. Nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lgan bo'lsa, odam kechiksa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa olayotgan, farzand o'qishda davom etayotganini tasdiqlamasa, pul to'xtashi ehtimoli bor. Yashash manzili o'zgargan bo'lsa, xabar berilmasa, pochta orqali pul olishda muammo chiqadi. Men bugun aynan shularni tartib bilan tushuntiraman. Iyul oyida qaysi 5 ishni bajarish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa shunchaki tekshirib qo'ysa kifoya? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi va qayerga murojaat qilish lozim? Iyulda birinchi qilinadigan ish pensiya qayerga tushayotganini aniq tekshirishdir. Agar siz pulni bank kartaga olsangiz, kartangizning amal qilish muddati, karta faol yoki bloklanmaganligi, hisob raqam yopilmaganligi, telefon raqam bankka to'g'ri ulanganligi tekshirilishi kerak. Ko'p odam mana shu oddiy narsaga e'tibor bermaydi. Keyin pensiya kuni kelganda banka boradi, pul tushmabdi deb asabiylashadi. Aslida esa pensiya tushgan bo'lishi mumkin, lekin karta eskirgan, bank ilovasida blok bor. Yoki yangi karta ochilgan bo'lsa ham, pensiya jamg'armasiga yangi hisob ma'lumoti yetib bormagan bo'ladi. Masalan, bir pensioner 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Uning kartasi iyun oxirida amal qilish muddatini tugatgan. U yangi karta olgan, lekin pensiya to'lovi eski karta hisobiga yo'naltirilganicha qolgan. Natijada iyulda pul vaqtida ishlatilmaydi. Bank bilan pensiya jamg'armasi o'rtasida aniqlashtirish kerak bo'ladi. Bu jarayon bir kun ham, bir necha kun ham cho'zilishi mumkin. Agar iyul boshida bankka kirib, karta faolmi, pensiya tushadigan hisob raqam o'zgarmaganmi deb tekshirtirganda, bu muammo oldindan hal bo'lardi. Agar siz pensiyani pochta orqali olsangiz, manzilingiz to'g'ri ko'rsatilganmi? Vaqtincha boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, bu haqida mahalla yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga xabar berilganmi? Shuni tekshiring. Ba'zan pensioner farzandinikiga ko'chib boradi, lekin ro'yxatdagi manzil eski uyda qoladi. Pochta xodimi eski manzilga boradi, pensioner topilmaydi. Keyin to'lov qaytarilgan yoki kechiktirilgan holatlar yuzaga keladi. Men tavsiya qilaman, iyul oyining birinchi yarmida banka yoki pensiya bo'limiga borib, mening pensiyam qaysi hisob raqamga yo'naltirilgan, karta faolmi, to'lovda cheklov yo'qmi deb so'rang. Yoningizda pasport yoki ID karta, bank kartangiz va telefoningiz bo'lsin. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa, u ham birga borsin, lekin asosiy ma'lumotlar pensionerning o'ziga tegishli ekanini unutmang. Iyulda albatta tekshiriladigan ikkinchi masala bu shaxsiy hujjatlar. Pasport yoki ID karta muddati, familiya o'zgarishi, yashash manzili, telefon raqam, oilaviy holat, nogironlik guruhi, vasiylik yoki ishonchnoma ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Hozir ko'p idoralar elektron bazalardan foydalanadi. Bitta bazada ma'lumot eski, boshqasida yangi bo'lsa, to'lov bo'yicha savol tug'iladi. Oddiy misol. Otaxon ID karta olgan, lekin bankdagi ma'lumot eski pasport seriyasi bilan qolgan. Pensiya jamg'armasida yangi ID ma'lumoti bor, bankda esa eski ma'lumot. Pul tushadi,
lekin bank operatsiyasida tasdiqlashda muammo chiqadi. Yoki pensioner telefon raqamini almashtirgan, bank SMS xabarnomalar eski raqamga ketadi. Shuning uchun karta holatini bilmaydi. Bu kichik ko'ringan masala, lekin pul olishda odamni qiynaydi. Alohida e'tibor beradiganlar. Taqchimini yoshdan oshganlar, yolg'iz yashaydigan pensionerlar, nogironligi bo'lganlar, boshqa viloyatdan ko'chib kelganlar, pasportini yaqinda almashtirganlar, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Chunki bu toifalarda hujjatdagi mayda xato ham to'lovni sekinlashtirishi mumkin. Ishonchnoma masalasini ham alohida tushuntiraman. Ba'zi pensionerlar sog'lig'i sababli banka yoki pochtaga bora olmaydi. Pulni farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan oladi. Ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, odam pulni ola olmaydi. Oldin olib yurgandim-ku degan gap yordam bermaydi. Chunki hujjat muddati tugagach, u yuridik kuchga ega bo'lmaydi. Iyulda ishonchnoma bilan pensiya olayotganlar uning muddati qachongacha ekanini tekshirib qo'ysin. Agar muddat tugatgan bo'lsa, notariusga borib yangilash kerak bo'ladi. Pensionerning sog'lig'i yomon bo'lsa, notariusni uyga chaqirish tartibi bor yo'qligini mahalla yoki notarial idoradan so'rash mumkin. Ko'p pensionerlar faqat asosiy pensiyani biladi. Lekin ayrim holatlarda qo'shimcha yordam, kompensatsiya yoki ijtimoiy ko'mak olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Men hammaga bir xil pul beriladi demayapman. Bunday to'lovlar odamning holatiga, daromadiga, oilaviy ahvoliga, sog'lig'iga, yolg'iz yashashiga, mahalladagi ijtimoiy ro'yxatlarga bog'liq bo'ladi. Ammo eng katta xato shuki, odam ariza bermaydi. Ariza bo'lmasa ko'p yordamlar avtomatik berilmaydi. Masalan, yolg'iz yashaydigan pensioner ayolning pensiyasi 1 million 100 ming so'm bo'lishi mumkin. U dori-darmon uchun oyiga 300 ming so'm sarflaydi. Kommunal to'lovlari 200 ming so'm bo'ladi. Farzandlari boshqa joyda doimiy yordam bera olmaydi. Bunday holatda u mahallaga borib, ijtimoiy yordam masalasida ariza yozishi, o'zining daromadi, sog'lig'i, yashash sharoiti bo'yicha ma'lumot berish kerak. Komissiya kelib o'rganadi. Shundan keyin moddiy yordam yoki boshqa turdagi ko'mak masalasi ko'riladi. Agar u uyda o'tirib, menga hech kim bermaydi deb yursa, tizim uning muammosini to'liq ko'rmasligi mumkin. Yana bir misol. Nogironligi bo'lgan pensionerda protez ortopediya vositasi, eshitish moslamasi, aravacha, maxsus dori yoki davolanish bilan bog'liq ehtiyoj bo'lishi mumkin. Bunday yordamlar uchun ham tegishli tibbiy xulosa, ariza va ro'yxatga olish jarayoni bo'ladi. Iyul oyida bu masalani kechiktirmaslik kerak. Chunki yoz oylarida ko'pchilik hujjat ishlarini orqaga suradi, keyin avgust-sentabrda navbat ko'payadi. Kommunal to'lovlar bo'yicha ham ayrim hududlarda kompensatsiya, subsidiya yoki imtiyozli tartiblar bo'lishi mumkin. Bu doimiy va hamma uchun bir xil emas. Shuning uchun men aniq aytaman, o'z mahallangizdan, tuman ijtimoiy himoya bo'limidan yoki pensiya jamg'armasidan mening holatimda qo'shimcha yordam, kompensatsiya yoki imtiyoz bormi deb so'rang. Savolni umumiy bermang. Aniq ayting. Men yolg'iz yashayman. Men nogironlik pensiyasi olaman. Mening dori xarajatim katta. Uyimda ishlaydigan odam yo'q. Farzandim nogiron, boquvchim yo'q. Shunda xodim sizga mos yo'nalishni aniqroq aytadi. Iyulda juda muhim bo'lgan 4-masala bu tibbiy hujjatlar. Ayniqsa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar, vaqtincha belgilangan nogironlik guruhi borlar. Qayta tibbiy ko'rik muddati yaqinlashganlar bunga jiddiy qarash kerak. Chunki to'lovning davom etishi tibbiy xulosa bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar men oldin nogironlik olganman, demak doim pul kelaveradi deb o'ylaydi. Ammo nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa boshqa, ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa boshqa. Agar qayta ko'rikdan o'tish sanasi iyul yoki avgustga to'g'ri kelsa, hujjatlarni oldindan tayyorlash kerak. Poliklinikaga borish, shifokor ko'rigidan o'tish, analizlar, tibbiy karta, kasallik tarixi, statsionar davolanish bo'yicha ko'chirmalar kerak bo'lishi mumkin. Bular bir kunda bitmaydi. Real vaziyatni olaylik. Bir kishi 2 guruh nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Qayta ko'rik muddati 25 iyulga belgilangan. U 20 iyulda poliklinikaga boradi. Lekin ayrim tahlillar, mutaxassis ko'rigi, eski kasallik tarixi yetishmaydi. Natijada hujjat kechikadi. Agar hujjat kechiksa, to'lov ham vaqtincha ushlanishi mumkin. Keyin odam nega pulim kelmadi deb yuradi. Asal sabab esa iyul boshida tayyorgarlik ko'rilmaganda bo'ladi. Shuning uchun men aniq aytaman. Agar sizning pensiyangiz yoki nafaqangiz sog'liq holati bilan bog'liq bo'lsa,
iyulda poliklinikaga boring va qayta ko'rik muddati qachon ekanini so'rang. Tibbiy kartangizni tekshirtiring. Shifokordan qanday hujjatlar kerakligini yozdirib oling. Agar analiz topshirish kerak bo'lsa, muddatini o'tkazmang. Agar siz o'zingiz bora olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang. Mahalla xodimi yoki ijtimoiy xodim orqali yo'l yo'riq oling. Ko'p pensionerlar bilmaydigan yana bir nozik masala bor. Bank hisobiga pul tushganda ayrim qarzdorliklar, ijro hujjatlari yoki kredit majburiyatlari sababli puldan ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Men bu yerda odamni qo'rqitmoqchi emasman, lekin iyulda buni tekshirish juda muhim. Chunki pensioner pul kutadi. Masalan, 1.500.000 so'm kelish kerak deb o'ylaydi, lekin kartaga kamroq tushadi yoki hisobdan avtomatik yechiladi. Keyin sababini bilmay qiynaladi. Agar sizda kredit bo'lsa, bank bilan shartnomangizni ko'ring. Ba'zi hollarda kredit to'lovi avtomatik yechiladi. Agar pensiya kartasi kreditga bog'langan bo'lsa, pul tushishi bilan bank oylik to'lovini olib qo'yishi mumkin. Masalan, pensioner 1.800.000 so'm pensiya oladi. Bankdan olgan kreditining oylik to'lovi 600.000 so'm. Pensiya tushgan kuni 600.000 so'm yechiladi. Qolgan 1.200.000 so'm qoladi. Odam buni oldindan bilsa, xarajatini rejalaydi. Bilmasa, doğru oziq-ovqat, kommunal to'lovga pul yetmay qoladi. Ijro hujjatlari bo'yicha ham shunday. Eski jarima, aliment, sud qarori, kommunal qarzdorlik yoki boshqa majburiyat bo'lsa, majburiy ijro byurosi orqali ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensioner eng avvalo sababni aniqlash kerak. Bankka borib, qaysi asosda pul yechildi deb so'raydi. Agar ijro hujjati bo'lsa, MIB bo'limiga murojaat qilib, qarzdorlik miqdori, ushlab qolish tartibi va imkon bo'lsa, to'lovni qayta ko'rib chiqish masalasini aniqlashtiradi. Bu yerda yana bir muhim jihat bor. Pensiyadan ushlab qolishlar qonunda belgilangan tartibda bo'lishi kerak. Agar sizga tushunarsiz yechim, haddan tashqari katta ushlab qolish yoki xato qarzdorlik ko'rinsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. Bankdan ko'chirma oling. MIBdan qarzdorlik haqida ma'lumotnoma so'rang. Pensiya jamg'armasiga borib, pensiya hisob kitobi bo'yicha izoh so'rang. Hujjat bo'lsa, masala tezroq aniqlanadi. Endi men kimlar iyulda ayniqsa e'tiborli bo'lish kerakligini aniq aytaman. Birinchi navbatda kartasi muddati tugayotgan yoki yangi karta olgan pensionerlar. Ikkinchidan, yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar. Uchinchidan, yashash joyini o'zgartirganlar yoki vaqtincha farzandining uyida yashayotganlar. To'rtinchidan, nogironlik pensiyasi olayotgan va qayta ko'rik muddati yaqinlashganlar. Beshinchidan, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Oltinchidan, kredit yoki qarzdorlik majburiyati borlar. Yettinchidan, yolg'iz yashaydigan va qo'shimcha ijtimoiy yordamga muhtoj pensionerlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringiz yangi bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki maxsus nafaqa bo'yicha qayta tasdiqlash muddati yo'q bo'lsa, qarzdorlik va kredit bo'lmasa, odatda katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir iyul oyida bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki muammo pul kelmay qolgandan keyin emas, oldindan aniqlanganda oson hal bo'ladi. Endi istisnolar haqida gapiraman. Ba'zi pensionerlar pensiyani naqd oladi. Ba'zilari karta orqali, ba'zilari ishonchnoma orqali. Har birida tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnining tajribasini o'zingizga to'liq qo'llamang. Qo'shningizga pul kelgan bo'lsa, sizga ham aynan shu sanada keladi degani emas. Bank, hudud, to'lov jadvali, bayram kunlari, texnik jarayonlar, hujjat holati ta'sir qilishi mumkin. Yana bir nozik jihat, ariza topshirganda og'zaki gap bilan cheklanmaslik kerak. Mayli ko'rib qo'yamiz degan javob yetarli emas. Siz ariza bergan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tgan raqamini, sanasini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumotni so'rang. Chunki keyin men aytgandim deyish bilan ish yuritish qiyin. Yozma iz qoldirish pensionerning manfaatini himoya qiladi. Agar siz internetdan foydalansangiz, my.uz orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Lekin hamma pensioner ham elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Bunday vaziyatda farzandlar yordam berish kerak. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz hammasi joyida desa ham. Iyulda bir marta ularning kartasi, hujjati, pensiya tushumi, qarzdorlik holatini tekshirib bering. Bu ko'p vaqt olmaydi, lekin bir oylik pul kechikishining oldini oladi. Yana bir holat, pensioner kasalxonada yotgan bo'lishi. Boshqa viloyatda davolanayotgan bo'lishi, uyidan chiqa olmasligi mumkin.
Bunda yaqinlari mahalla, ijtimoiy xodim, notarius, poliklinika va pensiya bo'limi bilan bog'lanib, qanday tartibda hujjat topshirish mumkinligini so'rashi kerak. O'zi bora olmaydi, demak iloji yo'q degan fikr noto'g'ri. Ko'p holatda vakil ishonchnoma uyga borib xizmat ko'rsatish yoki yozma murojaat orqali masala hal qilinadi. Endi men sizga iyul oyida bajariladigan aniq tartibni beraman. Birinchi qadam pasport yoki ID kartangizni, pensiya guvohnomangizni, bank kartangizni bir joyga tayyorlab qo'ying. Agar hujjatlaringizni farzandingiz saqlasa, undan olib tekshiring. Hujjat muddati, ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili to'g'ri ekanini ko'ring. Ikkinchi qadam bankka boring yoki bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Kartangiz faolmi? Amal qilish muddati qachon tugaydi? Pensiya tushadigan hisob raqam ishlayaptimi? Avtomatik yechimlar bormi? Shularni so'rang. Agar bankdan ko'chirma kerak bo'lsa, so'nggi oylar bo'yicha ko'chirma oling. Bu ko'chirma pul qachon tushgani, qayerga yechilgani, qancha qolganini ko'rsatadi. Uchinchi qadam mahalla yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limiga boring. Men pensionerman. Holatim bo'yicha qo'shimcha yordam yoki kompensatsiya olish imkoniyatim bormi? deb aniq so'rang. Agar yolg'iz yashasangiz buni ayting. Agar dori xarajatingiz ko'p bo'lsa, retsept, chek yoki shifokor tavsiyasini olib boring. Agar uy sharoitingiz og'ir bo'lsa, mahalla xodimi kelib ko'rish mumkinligini so'rang. To'rtinchi qadam. Agar nogironlik yoki tibbiy asosdagi nafaqa bo'lsa, poliklinikaga boring. Qayta ko'rik sanasini, kerakli tahlillar ro'yxatini, shifokor xulosalarini aniqlang. Kasallik tarixi bo'yicha eski hujjatlaringizni yig'ing. Agar davolangan bo'lsangiz, kasalxonadan berilgan ko'chirmalarni yo'qotmang. 5-qadam. Agar pul kam tushsa yoki umuman tushmasa, vahimaga tushmasdan ketma-ket tekshiring. Avval bankdan hisob ko'chirmasini oling. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limidan to'lov holatini so'rang. Agar ushlab qolish bo'lsa, MB yoki tegishli tashkilotdan asosini so'rang. Har bir murojaatni yozma qiling. Hujjat nusxasini o'zingizda qoldiring. Agar ariza yozishingiz kerak bo'lsa, matni murakkab bo'lishi shart emas. Men odatda shunday mazmunda yozishni maslahat beraman. Men falonchi pensiya to'lovim bo'yicha ma'lumot berishingizni, to'lov kechikishi yoki ushlab qolish sababi bo'lsa, yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Agar qo'shimcha yordam so'rasangiz, oilaviy va moddiy ahvolimni o'rganib, ijtimoiy yordam ajratish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar sog'liq bo'yicha bo'lsa, tibbiy holatim sababli tegishli ko'rik va hujjatlarni rasmiylashtirishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank ko'chirmasi, tibbiy ma'lumotnoma, dori xarajatlari bo'yicha chek, yashash sharoitini tasdiqlovchi ma'lumotlar ilova qilinishi mumkin. Hamma holatda ham bir xil hujjat kerak bo'lmaydi. Shuning uchun qabul qiluvchi idoradan ro'yxatni aniqlashtiring. Eng muhimi, hujjatlarni iyul oxiriga tashlab qo'ymang. Oxirgi kunlarda navbat ko'payadi. Xodimlar band bo'ladi, siz esa asabiylashasiz. Demak, iyul oyida pul olishda muammo bo'lmasligi uchun 5 ta ishni albatta bajaring. Bank kartangiz va to'lov yo'lini tekshiring. Shaxsiy hujjatlaringizni yangilang. Qo'shimcha yordam va kompensatsiya imkoniyatlarini so'rang. Tibbiy ko'rik va nogironlik muddati bilan bog'liq hujjatlarni kechiktirmang. Qarzdorlik va ushlab qolishlarini oldindan aniqlang. Men bularni bekorga aytmayapman. Ko'p muammolar katta qonun o'zgarishidan emas, aynan bitta kechikkan ariza, muddati tugagan karta yoki yangilanmagan ma'lumotdan kelib chiqadi. Hurmatli tomoshabinlar, siz iyulda qaysi masalani tekshirmoqchisiz? Pensiya kartangiz, hujjatingiz, qo'shimcha yordam yoki tibbiy ko'rik bo'yicha tajribangiz bo'lsa, izohlarda yozing. Boshqa pensionerlarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot aynan pul vaqtida kelishi va odam o'z haqqini yo'qotmasligi uchun kerak.